Ko'rayotganingiz Qarqash cho'ng bozor tajidorligidagi o'mlik sadosi programmasi. Programmamizni Qarqash istiqbol shopurlik tarbiyalash maktabi alohida qo'lladi. İkraldaki qadırlı görünmələr yaxşıdırdınlarmı? Şu tapda huzurunlarda buluvatqanı Beijing İpək yolu ömlük mədəniyyət tarqatış guruhi işləşini öz istiga alğan Qarqash cho'ng bozori tajidarlığıdaki Xili Chishing, yani ömlük sadası programmasi. Sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Ben riyosatchi Mahin Ro'zi. Ko'rib turganinglarga o'xshash bugungi programmamizdami riyosatchilik sifatida yanala suyumli adam Xinjiang san'at yurti opera o'mlikining davlatlik 1-darajalik artisti Guljamal Matniyaz xonim. Qarshi olingizda. Rahmat. Salam aziz ko'ruvchilar. Ömlik sadasi programmasi orqali yana sizlardan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Rasmisan bugungi san programmamizda Guljamal adamninki programmamizga qatnashgani men uchun ajoyib bir cho'ng qutqizish bo'ldimikin deb o'yladim. Chunki bugungi san programmamizda men mushu ismini atashdimi, ta'riflashdimi, tillarim ojizlik qiladigan usta san'atkorimizning birini taklif etdik. Sizga o'xshash usta san'atkorimizning men bilan birga turganining o'zi menga bir kuch berdi deb o'ylayman. Undaqda ko'ruvchilarimizga bugungi mehmon tunishtirib bitaymi? Bo'ldi. Qadrli ko'ruvchilar, bugungi programmamizga biz intayin faxrlanib turib, usta san'atkorimiz, elni suygan danglik naqshchimiz, ham shundaqla peshqadam ustozimiz Ömercan Alim efendini taklif etdik. Ömercan'a hoş geldiniz. Voy Ömercan, qanday yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Qarshi olamiz. Qanaka, ikraldi ko'ruvchilarga bir salom beraytamsiz? Yaxshimisizlar? Ömlik sadası programımız arqalıq sizlar bilan yuz ko'rishganligimda intayin xushalman. Rahmat, biz intayin xush bo'ldik. Guljamalda rasmiysam Ömercan akamni men uzundan beri yuztirani ko'rishib, mushundaq bir ziyorat qilishni orzu qilayotgandim. Bugun mush fursat kelib qoldi. Men o'xshash ekrandagi nurg'ulon ko'ruvchilarimiz Ömercan akamni seg'indi deb o'ylayman. Shundoq demisizmi? Pek yo'qolib ketdingiz Ömercan. Xalqimiz, shuni nima qilasiz? Bu gayet yaxshi savol bo'ldi. Yo'qolib ketganim rost, bir mezgil o'zim kasbini pishig'dig'ash, yangi ijodiyatlar bilan shug'ullanib turyapman. Hani bir mezgil yo'qolib ketganim, hozir chiqayotgan yosh bolalarimiz, inilarimiz shundaq talantli bolalar chiqyapti. Bir mezgil sakinni shularga berishimiz kerak deb o'yladim. Sizlarninki bu yo'qolib ketishinglar yoki sakinlarni yoshlarga bo'shtib berishinglar hargizmi san'atdan ayrilganinglardan derak bermaydi. Bu qaytadan to'xtanglar yoshlar biz ba deb bir qattiq tayyorlik qilayotgandek bir tuyg'uga keldim-ku men. O to'g'ri. Shundami? Sakindan ayrilgandan derak bermaydi. To'g'ri. Biz shu tenimiz salomat bo'ldi-ki, ömrümüzün oxirigacha tirishimiz, yoshlarni yetaklaymiz, mujtamamiz. Xalq uchun xizmat qilamiz. Xalq uchun xizmat. To'g'ri. Ömercan akamning 5 yilning oldida Merkez Xalq Radio stansiyasining Uzunmas Melodiya programmasi biz bir alayda son program ishildik. Shu program ishiga vaqtda Ömercan akamning ash balliq vaqtlaridan tatib paranglashib qoldik. Shu vaqtda menga bir hikoyani so'zlab bergan. Ömercan akam shu tuvanlarga tushib o'yin qo'ygan vaqtlarda asli qolgan bir hikoyalar bo'lsa deb bersangiz desam, bir darvozaning hikoyasini so'zlab bergan menga. Shu hikoyadan bir o'rnashib chiqaylimikin deb o'yladim-chu. Anlab boqaylik rost bo'lmasa. Bu hikoya yalnız men emas, Guljamallardan bo'lgan. Biz ham tuvanda bir o'yin qo'yib mangan vaqtimizda bu o'yinga odam qancha kiradiganini o'ylamay, odamni qanday patqizamiz degan xiyollar bilan o'yin qo'ydik. Rost. Ma'lum bir yurtda 10 ming kichik teatr, kinoxona usta o'chib, yozliq kinoxona deb qo'yamiz. Vaqt to'sh ketib bordi, odam to'liq kirib ololmadi, o'yinning vaqtim kechikib yotdi. Angichi bir arliqdan ben sakin turib qarasam, darvoza kirib yotdi, yo'g'on darvoza. O yangi darvoza nima ish qilarsam, haq kirolmay darvozani ko'tarib kirib ketdi yerga. Shu kulkili ishlar bo'lgan. Shuni deb degan. Mana shunda o'yinimizni ayta qiziqib ko'rdi tomoshabinlar. To'g'ri deysiz. Ömercandik bu hissiyat bizim bor. Biz davrdoshlar shu vaqtlarning o'zida bizning shu san'atsiyar xalqimiz san'atga bek intizor. To'g'ri. Bekmi intizor. O vaqtlarda masalan hozirgidek mana ayliqi doyingdaymiz, masalan metinlar uncha bir taraqqamagan bo'lgandan keyin nurg'un kishilar bizni televizorlarda ko'rgan bilan naq maydonning o'zida ko'rishni bek orzu qilgan bo'lg'achqa kan ko'rurmanlarimiz bek intizor. Mushu rost degandek biz qandoq patmiz qana qilamiz degan g'amni bizning opera o'mikimi o'yan qo'ysak ashundaq nim qilatdik.
o'yin qo'ygan vaqtlarda mayli sovuq bo'lsin, mayli issiq bo'lsin, tomoshabinlar oxirigacha ko'radiku deyman. Ko'rdi. Shu yig'inlarda anglab qoldim men ancha-muncha. Naq maydon naqsh etildi, naq maydon kechilik degan gaplarni. Bizning o vaqtlarda hammamiz naq maydon. Bizda lo'yon degan gap mavjud emas. Hozir armoq tilga ilindik deb. Hozirmi shu tuzum chiqdi qanday? Biz belas etib o'yan qo'ygandiki, cho'qim tomoshabinlarga o'talsak naq maydon o'tilpaganimiz yaxshi. Uni lo'yon qo'ymaylik. Biz shu vaqtda shu san'atning sübtini, saplıqını bek asas qilib, to'g'ri mayli etot o'ynayli, mayli naqsh etayli. O vaqtdagi uskunlarimiz qattiq vaqamizaq, uzunga bormaydigan uskunlar bu. To'g'ri. To'g'ri jafolar bilan. Mustaq keldik. Uskunlarga ulashdik. Hamda charchidik, charchsaqmi yana hozir Guljamal degandek biz yana xalqimizga yangi ijodiyatlarni sunib turamiz. Ömerjakam qo'liga bir duttani oladigan bo'lsa shu vaqtlarda haqiqatan sahnalarni shu o'yin qo'ydigan zallarni deymiz zilzilaga keltirayotgan vaqtlarmi bo'lgan. Duttarsiz Ömerjon olim yo'qmikin deb o'ylayman endi. Bugungi programmamizda cho'qim duttar bo'lish kerak-ku deb o'yladim. Ömerjaka duttar bilan bir naqsha so'qsangiz qanday bo'lar? Bo'ladi. Duttar bilan menma naq maydon birini o'rlab beray. Ajab yaxshi. Shu vaqtlarga bir tuyg'u qaytib baqaydigan deb. Bir güzel aslidan eslab olgan bo'ldik endi. Bo'libmi men? Davrdoshlar. Qanaka, marhamat. Qarqash cho'ng bozori partiya hukumatining afzal siyosatining turtkichida Qarqash Naylik Partikom va xalq hukumatining kuchli qo'llashi bilan qurilgan universal savdo bozori bo'lib, kunimi 330 moddan oshadigan bu bozor kun sari jonlanayotgan yemak-ichmak, kiyim-kechak, uy qushlari, sayko'tat, quruq yalimish, an'anaviy qo'l hunarvanchilik buyumlari, dehqonchilik mahsulotlari, qurilish materiallari, oila uskunalari qatorliq ko'plagan savdo turlari orqali keng xalq ommasining har qaysi jihatga ehtiyojini qondirib kelyotdi. Qarqash cho'ng bozori sizni qarshi oladi. Qarqash cho'ng bozori. Programmamizni Qarqash istiqbol shopurlik tarbiyalash maktabi alohida qo'lladi. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Hayat şunda hayat bu hayat her muzda yeşil karga çünkü o quyoshga barar udullar hayat keşküzde sargaygan yaprak akıl ve idrekten dökülgen tıllar bu hayat muellim çıkargan sual bir bala deş turup bergen bir cevap bu hayat pişkirim tomuzda doğan soğukta zırsi temşelgen kavan bu hayat pişkirim tomuzda doğan soğukta zırsi temşelgen kavan bu
hayat kishenlik yoşurungan tek Hılmı hıl turağlık bir dorahana Bu hayat muntizim halla bazri Onunda halayım kan koyulgan bahar Bu hayat muntizim halla bazri Onunda halayım kan koyulgan bahar Bu hayat çöldeki tüge karvini Kumburan şivrgan oludu çokum Bu hayat untulgan plastik şiir Hem şair yazmıgan yepyeni boğul Bu hayat şunda hayat Nima deyapsiz? Nima? Nereden oldingiz? Sarkardan. Hammamizga tanishib bo'lgan Sarkarda hozir oila elektr uskunalari va uy jihozlarining hammasi bor. Urumchi Ko'rxolim bozoridagi 1500 kvadrat metr Sarkar uy jihozlari sarayida eng esil, eng yaxshi uy jihozlari zavoddan bevosita setildi. Dağlık marka, işençek, tülürtülük, mülazimeti ala, bahsi muvaffak. Şinjan'ın arka çaylarındaki zencirsiman dukanlama çokumsun tülük razı kılalaydı. Sarkar, uy cihazları sarayı. Ömlük sadası. Ömlük sadası. Rahmat. Nima degan ovozi chiroyli bu duttar degan sozning deyman-da. Ya Ömerjakam chal shunda bo'lamdi ya. Shu, ashirba. 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 Nima oltinni zaga so'qsin deb. To'g'ri. Tuttanim Ömerjan chalsin deydi o'xshaydi. Aytilgan bu naqsha haqiqatan odamga ta'sir qiladigan naqshga. Anda men o'ylab qoldim Guljamalada. Ömerjakamniki har bir aytgan naqshniki men tekst tanlashga bak ahamiyat berdik edi. Ha. Ömerjanningki bu jihatga aloyidligi xalqimiz uchun teqim yoqtiramdikin deb o'ylayman. Masalan, men o'g'lim degan naqsh bo'lsin, o'z vaqtidagi eng xalq yaxshi ko'rdigan. Hozirgi masalan bu hayot eng yaxshi temalardagi naqshlarni night iniq, night ro'shan ifodalab bergachga sizning naqshingizni teqim yoqtirib anglaydi deb o'ylayman. To'g'ri. Ömerjakamniki shu duttarni qo'liga tunji qitim olgan vaqtda bir berib baqaylarmikin deb o'yladim. Ha. Necha vaqtlarda boshlagan bo'g'aydingiz? Men hamda duttarni tunji olgan vaqtim bek kichik mening. Ha. Men azroq aqlimni bilsam, uyda dadam chaladi. Ha. Shuning bilan o dadamning menga ta'sir qilgandan keyin shu 3-4 yosh vaqtimda bo'yim yetgan yagichi chelib o'tirdim. Shunday qilib yuratdimki, keyin amandan keyin aqlimni bilgandan keyin bizning shu mahaldagilarmi-chu meni naqshchi dutta chiqib yotgan mahaldagilar sababchi. Ha. Shuni olib maktab eshik to'shib maktabga borganmizda endi 7 yosh vaqtimiz. Mangandan keyin cho'nglar meni oldimda to'sib oldi. Bir naqsh yetib bersang o'tkazib yetmay yo'lda degandan keyin ularga shu vaqirab bir naqsh yetib yetib uning maktabini mangitdim. Endi shu tuvandagi tabiiy sharoitmi meni shu naqshchi muzika qilishga undeganda. Undan bo'lsa shu xalq rahmat desangiz bo'lgan xalq sizni tarbiyalab chiqdi. To'g'ri. Shu xalq rahmat. Buni hozir qadar qo'llab quvvatlab
bu Ömercan sakillarga chiqmas bo'lib ketdi. Qani deb meni izdirgimni qilib turganligi uchun xalqimga chin ko'ngildan rahmat. Aş uçurun tapamayotganlarga bugun Ömlük Sadası programımızda uçurunu bədiq. Programımızga rahmet aytыңlar. Şunun bilan şu 3-4 yaş vaqtlardan tatib duttar hamda sizning qo'lingizda o'ynatib mangdingizdan shu chaqlardan boshlab tunji naqsham hamda xalqqa tunutgan, xalq meni e'tirof qilgan naqsham qaysi deb o'ylaysiz aka? Endi meni e'tirof qilgan naqsham xeyli bor endi. Men 86-yili 86-yillari o resmiy dutachi naqsh aytmanqa so'rinlarda. O vaqtida undan keyin men gitar manchimiz çaldım kichik vaqtimda. 86-yili mush daşı o'qiyotganlar bek biladi buni. O vaqtida bizning ma rasmimiz chaplanmaydi, qarday deb qo'yib. Yüzümüzde loyanlar biz aytib oldigan. Shu vaqtida men dancing gitar bilan gitarimning sadasi deb dey chiqardim. O'sha hozirgi o'qidim nafrat degan naqshlar shu vaqt aytgan naqshlar bu. Hey, o naqshdan biz anlagan. 86-yili. Bek moda tejimi Ömercanning o vaqt aytgan naqshlari. Şunu o naqshlarim bütün yerde bir davr sürüp ketdi. Onun dikin dutan naqshlarim bilan chiqardim. Bura aytgan naqshlarim xeyli bormuş. Anam naslab degan naqshlar deymiz. Yo'lan qarab degan naqshlar deymiz. Qaqni esida qolgan xeyli naqshlar bor. Nurg'ul ustozlardan ta'lim oldim. Mening naqshidagi ustozim Davudjon Nasir. Bizning peshqadam san'atkorimiz ustoz san'atkor. Bulbuldek ovoz bor debdi. Shu 85-86-yillar mayliqi madaniyat yurti deb shu yerda ishlaytibmizmi? Shu odamdan naqsh ta'lim olgan. Keyin undan keyin qaga ustozlar yetakildi, shuni onda hozir keldi. Anikin Gülcemalada hozirgi shu yoshlarga e'tiborda biroq quloqqa yiqishliq yoki duttar bilan aytiladigan naqshlarni Ömercanimning naqshimi nima deydigan bir tuyg'u shakllanib qolgan ahvollar bo'lgan-ku. Nurg'un yoshlarga bir xil yetakchi rolni o'ynagan-ku Ömercanning naqshlari shu vaqtda xalqimizga bek cho'nqur ta'sir qilgan bo'lg'achqa nurg'un yoshlar sizni ilhom olib, duttarni qo'liga olib, nurg'un naqshdan sizningki masalan fanchang deb qo'yamiz hozir masalan ashunday qaytadan aytganlar bek chiqqu. Shunaqa. Mening naqsham ham ta'sir qilganda. Şunun bilan nurg'uni dutachilishga, hatto chammasam dutlardan birini uyga ip qo'yishga, bu ishlar haqiqatan cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Bo'pti men o'ylab baqsam. Men o'zim bir alayda dutachi bo'lmasam-mu, lekin men o'z vaqtida o'z naqshamga dutalarimni xos o'zimga loyiq chelib, endi ishqilib xalqning ko'nglida o'rin oldim deb qarayman. Qag'ini xalq baholaydi. Haqiqatan boy deganga o'xshash nurg'ulg'an qalblarga dutlardan iborat shunday bir go'zal bir sozga cho'ng bir ta'sir ko'rsatgan naqshchimizdan deb o'yladim. Bugun sahnamizni o'rlab bermoqchi bo'lgan ikkinchi naqshga keldik. Bugun qaysi naqshni o'qisangiz bo'la? San'atga naqshlar bek Hamda ikkinchi o'rlab turgan naqsham. Bumi burun aytilgan naqsha endi. Buga yana qilmoqchi. Ajab bo'ldim deb bir muhabbat bir lirik naqshi bor. Shuni bir o'rlab beray. Ajab yaxshi. Qarshi olamiz. Marhamat. Ko'rayotganingiz Qarqash cho'ng bozor tajidorligidagi Ömlük Sadası programmasi. Programmamizni Qarqash istiqbol shopurlik tarbiyalash maktabi alohida qo'lladi. Ömlük Sadası. Ömlük Sadası. Acep bulgan gıcıklayma Acep bulgan gıcıklayma Acep buldum, acep buldum Acep bulgan gıcıklayma Acep bulgan gıcıklayma
Ben seninle ayrılık Garip bolgan kış yığlayma Garip bolgan kış yığlayma Begimga kirer bulsam Kolumda fener alma Şeringe misafirmen Halimden haber algı Halimden haber algı Karanlık gecede gözümün emdime yarım Benim körer günüm şolum Benim direncime yarım Benim direncime yarım Benim direncime yarım Ömrük sadası. Ömrük sadası. Rahmat. Rahmat. Ömercik aka, Gülcemal adam bilan ikkimiz pastga turib naqshimizdan huzurlandik. Deyishyapmiz. Haqiqatan bizningki san'atimizga, sahnamizga mo'l bir boylik ep kelgan mo'l usulliq bir naqshchi. Har vaqt hurmat qalbimizdan o'rnab kelyapsiz. Balkim hozirgi holatingizda nurg'unlagan sizning mastanlaringizga, yaxshi ko'radigan ko'rmanlarimizga deydigan so'zlaringiz bo'lishi mumkin. Ham buningdan keyin orzu, planlaringiz bo'lishi mumkin. Anglab baqamdik aka. Boludu. Rahmet singlim. Buningdagi orzularimiz hamda biz peshqadam bo'lib bekmi qerib ketmadik. U peshqadam tarafga o'tib ketmadik. Andaz o'tir yashda ketib boramiz. Lekin mening orzularim yana buni bilan to'xtab qolmaymiz. To'g'ri. Tan salomat bo'lsa, yana xalqimizga nurg'unlagan yangi ijodiyatlarni sunmoqchi. Xalqqa yana texmo yaxshi ma'naviy oziq berish shu ustida izlanyapmiz. Hamda bir mezgil damog'inim bilan damomidim men. Nəhayət yaxşı tayyorliklarni qildim. Sahnəyə çıxmagan bilan qattiq tayyorlikda. Men bir pat-pat ko'rinishga tirishim. Ajab yaxshi. Qarshi olamiz. Albatta. Boy deganga o'xshash ekran oldidagi nurg'unlagan ko'rmanlarimizmi Ömercan Alim ijrosidagi yangi naqshlarni albatta seg'indi. Pat-pat sahnalarda ko'rmanlarga bir salom berib turishingizni umid qilamiz. Ömercan aka, unda bo'lsa eng go'zal tilaklarimizni sizga yo'llash, vaqtingiz bilan bugungi programmamizni mushada oxirlashtiraylik. Biz keyingi sahnalarimizda, faoliyatlarimizda davomli turda sizning mana shunday yosh jangovar altingizni ko'rishni, jo'shqin altingizni ko'rishni orzu qilamiz. Ma'qul, rahmat. Salomat bo'linglar. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, Önlük Sadası programımızın bugünkü sahnini mana bu yerda oxirlashtirmoqchimiz. Biz bugun usta san'atkorimiz Ömercan Alim efendi bilan paranglish orqali shuni his qildikki, san'atga bo'lgan, o'z kasbiga bo'lgan muhabbat odamni qiritmaydi ekan. Shunday ekan. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, bugungi Önlük Sadası programımız mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi san programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.